Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga rus yozuvchisi Aleksandr Sergeyevich Pushkinning Bog'chasaroy fontani nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Jahon adabiyoti bo'stonida o'zining munosib o'ringa yuksak mavqe va maqomga ega bo'lgan bu olam rus adabiyotidir. Pushkin she'riyati har jihatdan shaklan, ruhan va ma'nan sharq she'riyatiga yaqin. Uning ayrim to'rtliklari teranligi, ma'nosining chuqurligi, falsafiyligi bilan bizning ruboiylarni eslatib turadi. Uning she'riyati sharq ruhi bilan chuqur sug'orilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Hassos shoirimiz Usmon Nosir ona tilimizga o'girgan Bog'chasaroy fontani dostoni mazmun mohiyati bilan sharqdan olingan. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.